Xo'p, do'stlar, obuna bo'lib turing. Yangi mashinga propan qo'ysiz qay darajada plus va minus, shuni ochiq-oydin hammasini aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda plusga keladigan bo'lsak, albatta sizdagi stilga juda ham katta foydasi bor. Ikkinchi plusga keladigan bo'lsak, aktam 95 dan yuqori beradi. Ya'ni bu avtomobilga 80 benzin quysangiz, siz buni motorini o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Xoh Cobalt bo'lsin, xoh Tracker bo'lsin, xoh boshqa marka bo'lsin, propan idealni tushadi. Aktam 95 beradi. Xo'p, uchinchi plusga keladigan bo'lsak, kladish, kolsa, golovka, portion hamma narsaga suyuq gaz va aktam kuchli bo'lganini hisobiga foydasi bor propanda. Endi hali ham musur 80 benzinda yurgan bo'lsangiz, bilmadim. Propanni qo'ying, mazza qiling. Aytaylik, bu avtomobilda siz 200 ming so'm pul bilan bemalol 400 dan oshiq kilometraj yurib o'tsangiz bo'ladi. Tracker, Olix, Monza, Cobalt avtomobillari. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Endilikda agar benzinda shu kilometraj yurib o'taman deydigan bo'lsangiz, qaytarib o'taman kamida 500 ming xarajat qilishingiz kerak. Hamiga 80 benzinda. Undan ko'ra 5,5 ming so'mdan propanni qo'ying, mazza qiling. Ustanovka SNGda bo'lmagan narx-navo bo'yicha sizga taklif qilamiz propan va metan bo'yicha. Bitta obuna bo'lib qo'ying, pastda raqam qoldiramiz. Sirdaryo metan gaz 24 ga 7, imkon qadar sifatli propan va metanni optim narxda sizga taklif qilib qolamiz.